E'tibor beringchi, bu qo'shiqda qanday xato bor? Hay ak ilan, appak ilan, aydinda yotganing qani. Sen-ku meni yomon deding, yaxshini topganing qani. Shunaqa savol tushdi. Ba'zilar oq ilon, oppoq ilon degan ibora xato ishlatilgan. Aslida oq bilan oppoq bilan bo'lish kerak degan fikrni ilgari surar ekan. Bu qo'shiqning she'r muallifi Zulfiya Mo'minova. Lekin mana shu oq ilon, oppoq ilon oydinda yotganing qani, men yomondan ayrilib yaxshini topganing qani qismi xalq qo'shiqlaridan olingan. Xonandaning o'zi bir suhbatida oq ilon davlat, yaxshilik ramzi ekanini va bu timsol bizda qadimdan borligini ta'kidlagan ekan. Xalq qo'shiqlari variantida ham oq ilon, oppoq ilon iborasi ishlatilgan. Hech qanaqa oq bilan, oppoq bilan degan ibora yo'q. Qo'shiqdagi ma'no, mazmun va mantiqqa tayanadigan bo'lsak ham, oq ilon, oppoq ilon iborasi o'z o'rnida to'g'ri. Uni oq bilan, oppoq bilan shakliga aylantirish ma'noni umuman buzib yuboradi, mantiqni yo'qotib qo'yadi. Hay ak ilan, appak ilan, qoningni tashlab ketma. Olib menga yomon kuningni tashlab ketma. Hay ak ilan, appak